sizlarga bugun Xalq bankidagi mavjud kreditlar to'g'risida qisqacha ma'lumotlar berib o'tib ketaman. Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha bizda hozir moliyaviy 100 nomli kreditimiz bor. Moliyaviy 100 nomli kreditimiz jismoniy shaxs va yuridik shaxslarga ajratiladi. Yuridik shaxslar Xalq bankida hisob raqami hisob raqami ochilgan bo'lishi kerak. Asosiy hisob raqamiga tushadi kredit 300 milliongacha. Kredit garov bilan ta'minlanadi. Garovga uy-joy va yoshi 5 yoshga to'lmagan avtotransport vositalari olinadi. Jismoniy shaxslarga o'zini band qilgan shaxslarga 100 million so'mgacha ajratiladi. Pul kartaga pul ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Muddati 36 oygacha, imtiyozli davri 6 oygacha. O'zini band qilgan shaxslarga yillik 25% ajratiladi. Yuridik shaxs va yuridik maqomga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari uchun 24%. Yuridik shaxslar ajratilgan ish o'rniga qarab foiz stavkasi tushib ketaveradi. Kredit ishlatish maqsadli hisoblanadi. Maqsadsiz o'zingizni rivojlantirish uchun, masalan, o'zini o'zi band qilganlarga o'zini rivojlantirish uchun ishlataverasiz, faqat kreditni vaqtida to'lash talab etiladi. Keyin tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha tadbirkorlikni har oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha mahalla hokimiyat yordamchilari tomonidan kreditlar ajratiladi. U 17,5%dan. Unda 5 milliongacha naqd ajratiladi. Masalan, nimadir sotib olmoqchisiz, pishiriqchilik qilmoqchisiz, kichikroq borasiz, ularga ariza bersangiz sotib olasiz. Bu kredit maqsadli hisoblanadi.